Assalomu alaykum YouTube ahli. Mana bugun 1-aprel sanasida kechki soat 5larda video syomka qilyapman. Mana bu yerga ham biyogomuz soldik kartoshkaga. Mana hozir chov qilinyapti. Mana motoblok bilan. Mana kartoshkasi bir tekis ko'gargan. Bu qo'l bilan chopgandan ko'ra ming marta qulay ekanda bu. Qo'yapti Mamad akam. Kartoshka piyozlar ham tayyor qoldi. Mana oldi. Shunday qolgan. Mana. Nar boshdan ochib. 20 sut bormi? Ha, 20 sut joyiga 1,5 tonna biyogomuz solingan mana shu yerga. Qanday? Viktoriyami? Ha. Mana. Viktoriya novi. Oldi. Mana o'zi ne kattarib. Ha, yo'qlar, yo'qmish. Bir 10 kun 15 kunda o'zi chiqadi bu piyozlar tayyor qoldi. Ha, bugun aprel bo'lsa 15-aprellarda piyoz o'z tayyor qolgan mana. Ha, o'z sarg'ayib jo'natdi. Mana shu Mamad akamizni dehqonchiligi. O'zi hamshagi obadandan Mas'ga hozir Navbahor anosi. Mahalla. Qaysi kolxozlaringiz nima bo'lgan? O'zbekiston kolxoz. Ha, O'zbekiston kolxoz. O'zbekiston kolxoz Navbahor mahallasi Obadan qishlog'ida mana shu akamiz piyozlari a'lo darajada. Mana biyogomizda mana kuchini bitdik. Meni piyozim ham bunday bo'lmagan. Meni piyozim kichikroqda. Viktoriya bu. Bu Viktoriya novi. Albatta keldi. Telefon qilib qo'ying. Ha, mahalla raisimiz ham keldi mana. Bo'ladi bu yerda. Haydi keldi. Ha. Haydi keldi. O sarg'ayib Keling aka. Yo'q, ag'aranim. Mana shu bilan qisqacha videomizni yakunlaymiz. Videoda xato va kamchiliklar bo'lsa oldindan uzr so'raymiz. Mana mahalla raisimiz ham keldi. Ikkoz gapiring desam gapirmayapti. Keyingi videolarda uchrashguncha deb qolaman. Videoda kamchilik bo'lsa, xato va kamchilik bo'lsa oldindan uzr so'rayman. Like bosib, Fatih sassiya qilaveringizlar nasib bo'lsa. Bundan da
yangi videolar chiqarib boraman nasib bo'lsa. Podpisatsiya qilib like qilsalaringiz bizni kanalimizga rivoj uchun ko'proq kishi ko'radi, ko'proq kishi tarqaladi. Mayli, keyingi videolarda uchrashguncha xayr.